Siz bolangizni turmushga berishdan oldin kuyovga aytib qo'yish kerak. Kuyovni qarindoshlariga aytmang, ota-onasiga aytmang, lekin kuyovga aytib qo'ying. Shunaqa bolam ko'zini menisini yo'qotganman, operatsiya qildirganman, yo ko'zoynak taqadi, yo linza taqadi deb turib kamchiligini aytish kerak. Hayotda yolg'ondan boshlamaslik kerak. Chunki biz bir kunda minglab, yuzlab odam ko'ramizda, oyda minglab odamni ko'ramiz. Shunaqa muammo bilan kelgan odamlarni ko'ramiz. Kelib turib qaynonasi kelib turadi, qaynotasi kelib turadi, ham qaynona ham onasi kelib turadi. O'shanaqa ham holatlarda o'sha aytish kerak. Обязательно berishdan oldin aytib qo'yish kerak. Shunda bu muammo emas bu. Shunday muammosi bor. Kelsin, men o'zimga kelsin tushuntiraman. Bu narsa agar xo'jayingiz tomonidan bo'lmasa, bolalariga o'tmaydi. Undan xavotir olmas kerak. Ayolni o'zini ko'rishini to'g'rilasa bo'ladi. Lazer bilan qilsa bo'ladi, gavhar qo'ysa bo'ladi, gavharni olmasdan gavhar qo'ysa bo'ladi. Ko'rishni to'g'rilash usullari juda ham ko'p. O'shanaqangi holatlar bo'lsa, yuzingiz yorug' bo'lishini xohlasangiz, albatta kuyov tomonga aytib qo'yish kerak.